بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mana shu davramiz aksarlari ahli ilmlar, aksarimiz ahli Qur'on, Allohning yo'lida yurgan kishilarimiz. Xudo taolo bizga shunaqangi ne'matni bergan, ana u ne'mat bozori yo'q, sotib olamiz desak, Alloh taolo qalbga shunaqangi bir ixlosni berib qo'ysa, shu yo'lga bo'lgan muhabbatni berib qo'ysa, to'xtovsiz mana shu muhabbatning ortidan Alloh taolaning dinini o'rganish sobit bo'lar ekanda. Hozirgi kundagi bir muammolarimizdan birlari tartib degan narsa ozgina bizdan iznidan chiqib ketib qoldi. Bizim muammolarimizdan biri. Umuman ilm talabida bo'lmagan, tirikchilik bilan yurgan odamlarni ham hayol xatiridagi eng asosiy narsa birodarlar tartib. Tartib go'yo bizni hayotimizdan ozgina chetga chiqib qoldi. Betartib bo'lib qoldik. Hatto Qur'onni har kun yodlayman deganda ham muammosi borki, so'ralaydigan bo'lsa, nimadir yeta olmayapman. Maqsad qilyapman, kuni oxiriga borib turib yeta olmayapman. Ustozlarimdan o'qib chiqyapman, ertasi kun yo 3 kundan keyin darsga borganda hech narsaga ulgura olmayapman. Maqsadim bor, yeta olmayapman. Agar inson hayotini tartibga solmaydigan bo'lsa, birodarlar, hayotidan nasib ola olmaydi. U xoh ahli ilm bo'lsin, xoh to'g'ri kishi bo'lsin, xoh tirikchilikda yurgan kishi bo'lsin, hayotda tartibga solmaydigan bo'lsa, u hayotdan namuna ola olmas ekan. Shuning uchun birodarlar, hayotimizdagi eng muhim narsa tartib hisoblanadi. Alloh taoloning oyat karimalarida ham tartib haqida nihoyat darajada chiroyli gaplar kelgan. O'zi umuman 5 vaqt namoz ham o'zi asli tartib. Qat'iy belgilangan vaqtlar, qat'iy belgilangan uslub, qat'iy belgilangan qoidalar, qat'iy belgilangan tartiblar va qat'iy belgilangan holatlardagina ana shu 5 vaqt namoz sobit bo'ladi. Ana shu holatlardan Alloh qat'iy tartib qilib qo'ygan, chizib qo'ygan chiziqdan sal chekkaga chiqadigan bo'lsak, namoz bo'lmay qoladi. Ibodat o'z o'rnida bo'lmay qoladi. Umuman hayotimizda ham Alloh taolo bu dunyoni faqat biz insoniyat emas, biz shaxsiy hayotimiz emas, borliqqa qaraydigan bo'lsak ham Xudo taolo tartibni ijro qilgan. Birorta narsa Allohning tartibidan tashqarida emas. Allohning tartibidan tashqarida bo'ldimi, yo u yo'q bo'ladi yoki boshqa bo'ladi. Endi bizi hayotimizdagi tartibni o'rni Abdul Fattoh Abulg'ud rahmatullohi alayhi ana bunga ham urg'u berib, tartib shart deydilar. Hayotni izniga reja qilib har kunlik rejani qo'yib olishimiz shart ekanda. Mana kundalik rejalarimiz bor birodarlar, hammamiz yaxshi bilamiz. Bugun mana o joyga borishim kerak, buni mana o ishni qilishim kerak, mana yetib bora olmayapmiz. Ikki xilga bo'lgan ekanlar ulamolar. Birinchi turi Xudo taolodan so'rash va Alloh o'zi kitobida o'rgatgan, o'zi kitobida nozil qilgan suralar sababchi bo'ladigan, ya'ni fazilati bor suralarni o'qish va ikkinchisi iroda degan ekanlar. Ichimizdagi iroda, mana shuni qilaman degan narsa. Birinchisi birodarlar, ulamolardan birlari keltiribdilar, tartib haqida gap ketganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kimda kim erta tongda Yasin surasini o'qiydigan bo'lsa, Alloh taolo uni kuniga barakot beradi. Matnda mazmunidan. Alloh taolo Yasin surasini o'qilganda butun yer yuziga nurni tushiradi. Mana shu hadislarni olib turib aytayaptilarki, erta tongda mu'min musulmon odam namozdan keyin Yasin surasini o'qish kerak, chunki bu vazifa o'laroq, wird o'laroq bizga sobit bo'lgan. Yasin surasini haqiqatan da ertanmanda vazifa qilib olib Yasin surasini o'qiydigan bo'lsak, kunni oxirigacha atalgan rejalarimiz bor. Qat'iy qilgan rejalarimiz bor. Hammasiga erishganimizni ko'ramiz kunni oxirida. Qarang, bu ham tartib ekanda. Mana shundan muqoyasa qilib fazilatli amallardan yana biri istig'for debdilar. Istig'for kalimasini ko'p aytib yuradigan odam qalbiga Alloh taolo xotirjamlik sobit qiladi va so'ngra ishlarini tartibga soladi deyaptilar ulamolar. Qarang, istig'for kalimasi ham bu bizni hayotimizga tartib solib qo'yar ekanda. Tartib bo'ladigan bo'lsa, yana tartibning foydalaridan biri dunyodan o'tgandan keyin deyaptilar. Oxirat kunida afsus nadomat kam bo'ladi deyaptilar. Qarang, tartibli kishini hayotida shunda tartib bo'lib o'tkazadigan bo'lsak, oxirat kunida
afsus nadomat kam bo'ladi. Sababi biz o'ylagan rejalarda qilgan bo'lamizda. Lekin betartib bo'lib, joyidan boshqa joyga, ishni o'zidan o'rnidan boshqa ishga ko'chiriladigan bo'lsa, u musibat bo'ladi. Oxir oqibat dono xalqimizning bir ajoyib gapi bor. Qolgan ishga qor yog'ar deydi. Bugunlik kun o'tkazib yuborilgan ish ertaga qilaman desangiz, ertani ishini ustiga yana qo'shiladi. Agar ertaga ham o'tkazib yuboriladigan bo'lsa, 3-kunini, yana 4-kun, 5-kun bo'lib ko'payib boraveradi. Oxir oqibat shaytonda bitta hiylasi sobit bo'ladi deydi. Shayton ba'zida kishilarga deydi, vasvas qiladi, solih amal qilishdi deydi. Solih amallarni qilishdi, Qur'onni yodla, qori bo'lib tashamaysanmi deb turib vasvas qiladi. Hatto shayton to'g'ri yo'lga ham vasvas qilar ekan ba'zida. Vasvas qilar ekan, lekin kattaroq narsa qo'yib vasvas qiladi deydilar ulamolar. 30 parani yodlab tashlasa, bir kunda bir paradan Qur'on yodlab var. Bir kunda 10 varoqdan, bir kunda 5 varoq, 3 varoqdan Qur'on yodlab var. Shijoatga kirib qoladi deydilar. Shijoatga kirib turib kunning oxirida yodlanmaydi. Yodlanmagandan keyin shaytonda hiylasi ishga tushib, ha endi bo'lishing shu-da, subutsizliging shu-da, ko'rdingmi qo'lingdan hech narsa kelmaydi deb turib bizni umidsizlantiradi. Chunki shaytonda asl ishi ham o'zi aslida umidsizlik. Alloh taolo oyati karimada la taqnatu min rahmatillah, Allohning rahmatidan noumid bo'lmang. Qarang, ba'zida shayton shunaqa ham hiyla qilar ekanda. Katta narsalarda, bugun falon joyga borib, manaqa ishlarni qilib tasha, kechqurunga borib qila olmadingiz. Endi sekin kelib vasvas qilishni boshlar ekanda, ha, hech narsaga ulgurmaysan sen. Bo'lishing shu sani. Ahvoling shu sani. Senda subut yo'q, senda qat'iyat yo'q. Ertasi kuni yana shundoq qiladi, yana shundoq qiladi, yana shundoq, yana shundoq. Oxir oqibat deyaptilar. Inson o'ta darajada umidsiz holatga tushib qoladi. Hech narsaga ulgurmas ekan, mendan hech narsa chiqmas ekan. Bo'ldi, bo'larim shu ekan deb turib qo'lni ko'tarishni boshlaydi. Ana shaytonning hiylasi mana shu. Endi buni muqobili nima edi? Muqobili payg'ambar alayhissalom hadis shariflari ahabbul a'mali ilallohi adwamuha va in qalla. Alloh taologa amallarning eng mahbubi adwamuha. Uni eng davom etadigan rog'i, to'xtovsiz davom etadigani. Garchi oz bo'lsa ham deyaptilar. Garchi oz bo'lsa-da davom etadigani. Qarang, tartib bu hayotimizdagi tartib katta ishlarni qilib olishni ifodalamas ekan. Asta-sekin kichkina ishlarni qilib borish ortidan oxir oqibat katta maqsadlar, katta yutuqlarga erishishdi ekan. Demak, birodarlar, bir kunda bizning hayotimiz, ya'ni ulamolardan birlari mana gaplari esimga tushib qoldi. Inson har kuni jang qiladi deganlar. Inson har kuni jang qiladi. Bugunini o'tdimi, ertasiga yana silohini olib, sovutini kiyib yana jangga otlansin. Bir kunda bir katta yaxshi ish qilib qo'ydikmi, bo'ldi. Bir kunimiz jangga o'tib bo'ldi. Ertasi kuni yana yangi jang boshlanadi. Yana yangi jang boshlanadi. Yana yangisi. To o'tkunimizgacha har kuni jangda bo'lamiz. Har kuni nafsimiz bilan, shayton bilan o'zimizni qarashlarimiz va zid qarashlar o'rtasidagi katta janglarda bo'ladi. Doim shu, yo yutadi yo yutkizadi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'tgan kunidan bu kuni farq qilmaydigan bo'lsa yutkizibdi deganlarda. To'g'rimi? Payg'ambar alayhisalom shuna hadis shariflari bor. Bir xil bo'lib qolsa ham bo'lmas ekanda mo'minga. Ko'prog'ini. Bu degani yangi mavzu, yangi dars, yangi qoida, yangi manhaj, yangi maqsadlar, yangi yo'llarda olish bilan bo'lar ekan. Qur'on yodlayapsiz birodar. Maqsadingiz Qur'onni to'liq yodlab bo'lish yo kimdir qaysidir maqsadni oldiga qo'yapti. Siz maqsadga emas birodar. Undagi jarayonga e'tibor berib qo'yavering. Maqsad hammada bo'ladi. Hammani maqsadi bor, palonchi pistonchi bo'lish. Yo nimadirlarni qo'lga kiritish. Maqsad doim bo'lgan. Lekin mo'minning maqsadga erishib olish emas, jarayonni boshqarish. Ana shu o'rtadagi jarayonni boshqarsak, bizga eng yutug'i shu. Kundalik jangimiz bor-ku. Kundalik jangda olib borishni uslubini bilsak bo'ldi. Shuning uchun tartibga solsak, hayotimizda eng muhim narsa tartib. Chunki Alloh taolo bu dunyoni tartibda sobit qildi. Hukmlari ham tartib bilan, qoida bilan. Mana shu tartibni hayotimizga solishimiz vaqt bilan ham bo'lar ekanda, ukalarim, birodarlarim. Eng bizga yo ziddimizga qilich tortadigan, yo bizni foydamizga qilich bo'lib ishlaydigan narsa bu vaqt hisoblanadi. Vaqt qilich kabi. Uni kesmasang seni kesib qo'yadi.
Mana shu kesib qo'yishini asosiy sababi ham shu, birodarlar. Endi bir kunda 24 soatimiz bor. Kimlardir aytayapti 19 soatga tushib qoldi, kimlardir aytayapti yo'q, sal ko'payib qoldi. Ish qilib ko'payadimi, kamayadimi shu vaqt. Boshqasi emas. 24 soatimiz bo'ladigan bo'lsa, shuni tartibi nima bilan? Boshida biz qo'lga kiritadigan narsa eng asosiylardan biri tanamizga tegishli bo'lgan narsalar. Busiz iloji yo'q. Uxlashimiz kerak, busiz iloji yo'q, birodarlar. Uxlamasak iloji yo'q. Bu tana 2 kun uxlamaysiz, 3 kun uxlamaysiz, 4-kunga borganda "Mayaqqa kel" deydi. "Maka yotchi" deydi. U yog'iga 1 hafta, 2 hafta sizni boshingizni ortib qo'yadi. Tanani hojatlari bor, tanani ehtiyojlari bor. Unga ataladigan vaqtni olib qo'ying. Misol uchun farazan bir kunda 8 soat uxlaydigan bo'lsangiz, katta gapirordimi 8 soat ham? Ya 8 soat gapiravering, 8 soat ham uxlayvering, hech nima qilmaydi. Bu talabalar bilmadim endi 6 soat uxlaru. Hozirgi talabalarni ham yaxshi bilamiz-da biz. 8 soat uyqungizga oling. 2 soatini yemoq-ichmog'ingizga ajrating. 10 soat o'tib ketdi, birodarlarim. 10 soat o'tdi. Ha mayli bu yoqda tirikchilik bilan mashg'ul bo'laman degan birodarlarimiz bor. Mayli 8 soatini siz tirikchilikka baxshish qiling. Sizlar darsdagi haligi o'tirib dars o'qiysizlar-ku madrasada. Nima darslar bor umuman. Krujov bo'ladimi, haqqoniy bo'ladimi, uchobniy bo'ladimi? Mayli 8 soatini yoqqa ajrating. 18 soati ham ketdi. 4 soat vaqt qoldi. 2 soatini behuda ishlarga sarflang. Mayli behuda ishlarga ketaversin. Telefon o'ynaysiz ham chuqurlab bilaman. Boshqa bo'ladi. 6 soat vaqt qoldimi yana? Yo'q, 4 soat vaqt qoldi. Bir pashishda qarang. 4 soatini 1 soatini ibodatga bag'sh qiling. 3 soat vaqt qoldi. Mana shu 3 soatimiz birodarlar, 3 soatimiz uchun jang bo'ladi. Bu yoqdagi masjidda aytadigan gapim, qavmga aytadigan gapim 3 soat emas. 2 soatini xotin bola chaqa bilan gap sotib boshqa narsa o'tkazib borsa 1 soat deyman bularga. 1 soat uchun har kuni jang qiling birodarlar. 1 soat bo'sh vaqtingiz bor. Agar 1 soat uchun jang qilsangiz 1 yilda 360 soat bo'ladi. 10 yilda 3600 soat bo'ladi. Agar 20 yil bo'lsa qancha bo'lib ketadi? Oho. Birodarlar, 7000 soat 20 yilda 7000 soat Qur'onga bag'ishlasangiz siz qori bo'lasiz, qolasiz. Agar qaysidir taxassus bir ilmga bag'ishlaydigan qiladigan bo'lsangiz, oddiy 1 soatda aytayapman birodarlar. 20 yilda bilasizmi qanchalik darajada olim bo'lib ketish mumkin. Shuning uchun bu jang bo'ladi. Shuning uchun aynan 1 soat ustida jang bo'ladi. Nima katta ulamolar 24 soat o'qiganda o'ylaysizmi? 24 soat hech kim o'qimagan birodarlar, lekin ular tartibga soldi, muntazam bir narsani mahkam ushadi, chiqib ketmadi undan. Kasal bo'lsa ham, sog'lom bo'lsa ham mana shuni mahkam ushadi. Siz birodar 4 soatingiz madrasada o'qiydigan ukalarimiz, birodarlar 4 soatingiz uchun jang bo'ladi. Har kuni shayton bilan nafsingiz siz bilan kurashadi, har kuni. O hoji akam kecha yutib yo'rlar, endi bugun kurish yo'q, har kuni jang bo'ladi. Har kuni shu 4 soatda agar yutib olsangiz, yillar nisbatida Ali roziyallohu anhuning gaplari bor, olim bo'lish uchun uzoq yil kerak deganlar. Uzoq yilda bo'ladi. 3 kunda bo'lib qolmaydi, 5 kunda bo'lib qolmaydi. Madrasani bitirgan bola olim bo'lib qolmaydi. Mahatni bitirgan inson olim bo'lib qolmaydi. Har kuni jang bo'ladi, keyin bo'ladi. Har kuni jang, keyin. Qarang, mana shu narsalar bizni hayotimizni biz e'tibor bermaydigan eng asosiy narsalardan-da. Ukalarimiz, sizlar endi bizdan ko'ra hozir bu gaplarni sizlar yaxshi bilasizlar-ku. Takror o'laroq aytib qo'yapsizki, hayotni tartibini o'zimizni iznimiz deylik, o'zimizni yo'limizga yurgizmaydigan bo'lsak, bu hayot hali butoqqa o'xshaydi. Xohlagan tarafiga butab ketadi. Xohlagan taraflarga yurib ketib qoladi. Alloh hayotimizni tartibli qilsin, olimlardan qilsin.